birinchi o'rinda jurnalist o'sha halollik degan maydonda xalqning e'tirofini olish kerak. Ba'zan islohot va uni amaliy natijasi o'rtasida tafovut bo'ladi. Hayotiga kerak bo'lmagan gazetalarga masalan obuna boshlandida, bugun jurnalistikada fikrlarni baland ovozda aytish urfga kiryapti-da. Harbiy qismga borganimda bilasizmi, qurtlagan karamni o'sha yerda ko'rganman-da. Jurnalistni tanqidiy maqolalari, tanqidiy materiallari ko'proq ommalashadi. Shu jurnalistning vazifasi shunaqangi, kimga qanday qilib haddini bildirishni bilish kerak. Islohotlar sizningcha nimadan boshlanadi? Qonundanmi yoki insonning ongidanmi? Bosma nashrlarni tiklash kerak. Millat she'riyatlarida qo'ydi-da, bu tanazzulga olib keladi. Assalomu alaykum. E'tiboringizda Ziyolilar minbari va bugun bizni suhbatdoshimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, Oltin qalam milliy mukofoti sovrindori, sohibasi, shoira, jurnalist Zulfiya xonim Mo'minova. Assalomu alaykum Zulfiya opa. Sizni ko'rganimizdan, minbarimizda siz bilan suhbatlashayotganimizdan xursandmiz. Taklif etganlaringiz uchun katta rahmat. Bugungi jurnalistga siz ilk ijodingizni boshlagan, faoliyatingizni boshlagan davrdan tubdan farq qiladi desam xato bo'lmaydimi? Yo'q, xato bo'lmaydi. Tubdan farq qiladi. Bugun jurnalistika juda katta bir sinovlarni boshdan kechiryapti. Bu sinovlar nimalarda ko'rinadi? Avvalambor shu ishlab turgan xalqni har kuni uyiga, har kuni xonadoniga, o'quv yurtlariga, maktablarga borib turgan mana shu bosma nashrlarimiz 50% harakatdan to'xtaganiga, yopilib ketgan. Balki 70%dirmiz. Balkim 70%dir. Mana shu nimalar nimadan chiqib ketdi. Urfdan chiqib ketdi. O'qishdan to'xtab qoldi. Buni sabablari juda ko'p. Juda ko'p sabablar. Hammasi gazeta, o'sha yopilgan gazetalarni yopilish tarixi o'ziga xos. Qaysidadir ko'pchiligida mablag' yo'qligi tufayli, ko'pchiligida o'sha mana shu obunani haqiqiy ma'rifat ulashib turgan bosma nashrlarga nisbatan noto'g'ri ishlatib yubordi. Majburiy obuna bo'lmasin deb qanday gazetalarga aytdi. Bu haligi o'ziga hayotiga kerak bo'lmagan gazetalarga masalan obuna boshlandida, majburiy. Deylik, nimaga oddiy bir maktab o'qituvchisiga ma'rifat gazetasi juda ham kerak. Unga soliqchini gazetasi kerak emas. Unga hisobchini gazetasi kerak emas. Lekin shunday bo'ldiki, maktablarga soliqchi ham o'zini gazetasini chiqarib, mana shunga obuna bo'ldida, yoki transportchi bordidan keyin mana shunga sen obuna bo'lgin dedi, yoki bir oddiy o'sha bu masalan maktab o'qituvchisini ma'rifat gazetasidan, masalan nima har doim o'qib turgan jurnallaridan, tafakkurdan, Sharq yulduzidan, jahon adabiyotidan uni o'qish kerak bo'lgan nimalari bor, o'zini gazeta jurnallari bor. U o'zidan o'shalarga obuna bo'lardi-da. Lekin unga soliqchiga, transportchiga, temir yo'lchiga, boshqa nimalarga majburan obuna bo'ldi-da va o'sha majburiy obuna to'xtatilsin degani bu unga kerak bo'lmagan nashrlarga obuna qilish to'xtatilsin degan gap bo'ldi-da, shunday bo'ldiki, u o'qishi kerak bo'lgan gazetalar ham to'xtatildi va obunasi to'xtatildi. Qo'li quruq barobar yonadi. Natijada qo'li quruq barobar yonishi natijasida mamlakatimizdagi 70% eng kerakli, har kuni borib turish kerak bo'lgan, har haftada nimalarga borib turgan xonadonlarga, oliy o'quv yurtlariga borib muhokama qilinadigan, tahlil qilinadigan gazeta va jurnallarni nimasi eshiklari yopildi. Borlari ham chalajon, borlari ham shunaqangi bir odam rahmi ketiradigan darajada chalajon bo'lib yotganligi. Endi shu nimadan eng kuchlilari haligi temirni, haligi toshni yorib chiqadiganlari bir amallab chiqyapti. Ular ham bir amallab deyishim men bu tabiiy holda. Bu ham bir jurnalistikani boshiga kelgan sinov. Bu sinovdan ham o'tamiz. Va o'sha tubdan farq qilishi haqidagi savolga javob bersangiz, sizni zamoningizda qanday edi jurnalistikaning tamoyillari? Bugungi zamon tamoyillari qanaqa? Jurnalist degan nima? Kasb
jurnalist degan bir oliy martaba. Hozir ham xuddi shunday. Jurnalist bu avvalambor bir nimada o'sha borgan joyda u nur taratish kerak. U yerda o'zini nimasidan yurish turishi oliy darajadagi axloqqa ega bo'lgan inson bo'lishi kerak. Qanday, masalan, jurnalist qayerga borayotganligini bilish kerak avval. Shu bizni ulug' ustozlarimiz, masalan, Halima Xudoyberdi va gazetada nimada Savdo jurnalida bosh muharrir bo'lib ishlagan bo'lsa, hatto o'sha xalq shoirasi ham katta eng markaziy gazetalarning bittasini bosh muharriri bo'lsa-da, bir joyga boradigan bo'lsa, qattiq tayyorgarlik ko'rardi. Biza shu ustozlarni, Zulfiya xonimni, Halima xonimni, Odam xonimni, ustozlarni elni ichiga borish, xalqni ichida borib bir so'z aytish uchun qanchalik tayyorgarlik ko'rganligini guvohi bo'lganmiz va shuni o'rganganmiz. Bu qanchalik mas'uliyat ekanligini juda ham o'rganganmiz. Bu bir qandaydir bir maydonda, jurnalistika juda katta maydon. U yerda uloq choptirib yurgan chavandozlar juda ko'p. Lekin uni xalq kuzatib turibdi. U maydon xalq uchun yaratilgan. Va u yerda nimani targ'ib qiladi? Avvalambor iste'dodni va halollikni. Halollik degan so'z bor u maydonda. U Ko'pkari maydonida. Birinchi o'rinda jurnalist o'sha halollik degan maydonda xalqning e'tirofini olish kerak. U halol o'sha yutdi, sovrinni halol yutdi. Nimani evaziga? Iste'dodining evaziga, mehnatining evaziga. Va o'sha uni, masalan, jurnalist o'zidan kirmaydi davraga. Kimnidir manfaatini himoya qilib kiradi. O'sha manfaatni u halol, qonuniy yutib chiqish kerak. Bu uchun avvalambor u o'zi agar biron bir, masalan, sud jarayonlarida ketadigan, nimada ishtirok etadigan bo'lsa, u yuristlardan ham kuchli yurist bo'lishi kerak. Nima uchun biz hali ham Safar Ostonovni juda katta hurmat bilan eslaymiz. Safar Ostonov jurnalist, oddiy jurnalist emas, u kuchli yurist edi. U har qanday haligi noqonuniy qamalgan, noqonuniy ishdan olingan, noqonuniy jarimalarga tortilgan nimani mirdan sirgacha o'rganib, judayam madaniyatli jurnalist edi Safar Ostonov. Safar Ostonov hech qachon ovozini baland chiqarib, baqirib gapirgan odam emas. O'zi shuni turishini o'zi uni nihoyatda madaniyatli bir oliyjanob inson ekanligi ko'rinib turardi va har qanday joyda o'sha kichkina gavdasi bilan uni yozganlari, har qanday, haligi aytdim-ku, odamlarni qamoqdan olib chiqqan, har qanday temir qopqoqlarni ochib yuborishga har qanday katta jinoyat qo'yilgan, tamg'a bosilgan o'sha tamg'alarni qo'parib olib tashab halol odamni yuzaga chiqarishga xizmat qilgan. Va shu uchun uni xalq yaxshi ko'rardi. Adolat uchun. U yerda o'sha adolatni yo'qlab chiqishi uchun Safar Ostonga o'xshagan jurnalistlar yuzlab edi bizda. Yuzlab. Yuragi sanjilgan xanjar bo'lsa ham o'sha adolatli gapni aytib keyin minbarda jon bergan jurnalistlarni ko'rdik. O jurnalistlar xalqning manfaati turganda o'zini manfaati umuman ko'rinmagan. Nechinchidir o'rinda emas, umuman u manfaat ko'rinmagan. Jurnalist maydonga kirar ekan, xalqning manfaatini ko'zlab kirar ekan, adolatni manfaatini ko'zlab kirar ekan, mana shunday avvalambor o'zida ruhan, bilimman, tajriban nihoyatda katta bir qudratga, ruhiy qudratga ega bo'lish kerak. Zaxira bo'lish kerak. Zaxira bo'lish kerak. Bu uchun u o'qigan bo'lish kerak, o'rgangan bo'lish kerak. U haqiqatda 4 yil, 5 yil o'qib diplom olib chiqish to'g'ri. Juda ko'p minglab jurnalistlar diplom olib chiqadi. Lekin nima uchun ularning ichida hammasi mashhur bo'la olmaydi? Iste'dod bilan birgalikda tinimsiz davr bilan nafas olish kerak. Jurnalistlik qalami vatan manfaatlariga va davrga qarab nafas olish kerak. U 10 qadam emas, 100 qadam emas,
bir necha nimalar xalqdan, o'quvchidan oldin yurish kerak. O'shandagina uni yozganlari xalq ichida e'tirof etiladi, o'shandagina u yuzaga chiqadi, o'shandagina uni orqasidan o'quvchi, gazetxon va jurnalxon ergashadi. O'shandagina ishonadi. Uni oldiga shu uchun odamlar keladi. Nima uchun tinimsiz savdo jurnaliga odamlar kelardi? Nima uchun nimani Safar Ostonni orqasidan odamlar ko'chalarda ham ergashib Safar aka bir minutga mumkinmi? Yoki Ahmadjon Meliboyevdan Ahmad aka mumkinmi? Nima uchun ularni orqasidan odamlar xuddi nimaday asalarining iniga chopgandek chopar edi, najot istab chopar edi. Najot istab. Hozir ham xalqqa shunaqa najotkor jurnalistlar kerak. Juda kerak. Judayam kerak, har lahza kerak. Va mana shu maydonda ham najotkor jurnalist bilan boshqa bir jurnalistni o'rni almashib qolayotgan joylari borda, bu jurnalistni obro'sini tushirish bilan birgalikda jurnalistikani obro'sini tushiryapti. Matbuotni obro'sini tushiryapti. Shu o'rinda hozir bir fikr aytdingiz, mana ustoz jurnalist Safar Ostonovni esladingiz va ovozini biror marta baland ko'tarmasdan turib, katta muammolarga o'sha bilimi bilan, tajribasi bilan yechim topganligini aytib o'tdingiz. Bugun jurnalistikada fikrlarni baland ovozda aytish urfga kiryapti-da. Qayerga borsa men jurnalistman, eshigingni ochmasang bo'lmaydi. Qabiladagi o'sha blogerman degan qabiladagi bir munosabatlar shakllangan. Oshkoralik yaxshi, demokratiya yaxshi, lekin uni jurnalistlar qanday qabul qilish kerak? Unga qanday munosabatda bo'lish kerak? Qaysi pozitsiyada bo'lish kerak? Qayerdagi nimani fikr zaifmi? Qayerdagi o'sha jurnalist yaxshi o'sha ma'lumot bilan, material bilan, manba bilan yaxshi qurollanmaganmi? U noto'g'ri talqin qilishi mumkin. Har qanday holatda. Masalan, o'sha sud jarayonlarida yoki bir nimani kimnidir bir haqqini ajratib berish, oqni qoraga, oq va qorani ajratish paytida adashmaslik uchun juda katta tayyorgarlik bilan borish kerak. Bu to'satdan haligi shamoldek borib aralashib ketaveriladigan jarayon emas. Har bitta muammoni, har bitta shikoyatni orqasida juda katta taqdirlar yotadi. Bir tomonlama o'rganib, unga bir tomonlama yondashga hech kimning haqqi yo'q. Shu yerda bir muammo chiqyaptimi? U muammo ko'pchilikning o'rtasida chiqyaptimi? Shu uchun ko'pchilik tomonda uni o'rganish kerak, har ikkala tomonda ham. O'sha o'rgangandan keyin jurnalist darrov har qanday nima ham o'pkasini bosib oladi. Bunaqa ekan-ku, haqiqatda o'rgangandan keyin, ikki tomonni ham eshitgandan keyin, ha bu bunaqa ekan-ku degan nima birdan o'zini pastga tushiradi. Fikrlashga olib keladi. Adolatni to'g'ri tanishga, adolatni yuzini to'g'ri tanish uchun albatta uni ochish kerak, qiynalish kerak. Tuproqlarni qo'l bilan, tirnoq bilan qazigandek qazish kerak, topish kerak u adolat. U o'z-o'zidan yuzaga chiqib qolmaydi yoki baqir-chaqir bilan yuzaga chiqib qolmaydi. U baqir-chaqir insonni axloqini soya solishi mumkin. Jurnalist degan bir madaniyatli bir shaxsni yurish-turishiga, obro'siga, mansabi, martabasiga soya solish mumkin. Nima kerak bor unisi? Nima kerak bor? Shu uchun biz ustozlardan o'rganganimiz eng avvalambor oliy darajadagi madaniyatini biz havas qilganmiz. Zulfiya xonim, Halima xonim oliy darajadagi ma'naviyatini, madaniyatini, muomalasini. Ko'pincha ular aralashgan masalada o'sha nohaq odamni o'zi kechirim so'ragan. Agar sud jarayonlarida ishtirok etgan bo'lsa, o'sha narigi tomon o'zini tan olgan, haqiqatda shu yerda biz xato qilibmiz debda. U uchun bir marta, ikki marta yoki shunchaki o'tkinchi nimalar bilan haqiqatga erishib bo'lmaydi. U uchun o'sha jabrlanuvchi bilan ham birga yashash kerak. O'sha nima bilan ham haligi holatni to'laqonli o'rganilsa, ovoz baland chiqmaydi hech qachon. Masalan, hokimiyatlarda ham odamlar u yerda shunchaki o'zi kelib qolgan yo'q. Ular mingta sinovdan o'tib, har bitta hokimiyatda, har bitta kabinetida mingta sinovdan o'tgan va mingta nazoratda turgan odamlar turibdi u yerda.
ular ham o'sha xalqni manfaatini himoya qilaman deb shuni orqasidan kun ko'rib yurgan odamlar. Ularga hammasiga haligi poraxo'r, korrupsioner degan nazar bilan qarash kerak emas. U kunlar o'tib ketdi. Hozir hokimiyatlarni nimalarda, kabinetlarida shaffof holda ishlayotgan xodimlar o'tiribdi. O'shalar bilan ham xuddi o'sha qanday jurnalistik etikasi qanaqa bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday gaplash kerak. Men hozir o'zim guvohi bo'lgan mana prokuratura organlarida ham nihoyatda aqlli, bilimli, haqiqatda o'sha ko'p chig'iriqlardan o'tgan va har lahzada mana bu oddiy jurnalistlardan ko'ra ko'proq nazoratda turgan va jurnalistni masalan 100 ta odam 100 ta ko'z tekshirib turgan bo'lsa, qarab turgan bo'lsa, u prokuratura organlarini 1000 ta ko'z qarab turadi. U o'sha bo'yicha javob berayotganlari bor. To'g'ri. Har xil ularning ichida ham nimani guruch kurmaksiz bo'lmaydi deymiz. Ularning ichida ham bor. Adolatsizlik qilayotganlar bor, shoshayotganliklari bor, haligi nafsiga qul bo'lganlari bor, lekin hammasi emasdi. Hammasi emasdi. Shu uchun hamma bilan gaplashgan paytda jurnalistik etikasi bilan gaplashish kerak. To'g'ri. Sizni oldingizga kelgan, muammosini olib kelgan odam bir yarasi bilan keladi. Nihoyatda katta og'riq bilan keladi. Kelolmay 1000 marta o'ylanib keladi. Uni siz himoya qilib berishingiz kerak. Qanday og'ir bosiqlik bilan, katta ilm bilan, katta yondashish bilan, aytaman, har qanday manfaatdan adolat manfaatini ustun qo'yib, u masalani hal qilish kerak. Prezidentimiz jurnalistlarga juda katta ishonch bildirgan. O'zini ishini adolat bilan bajarayotgan jurnalistning yonida men borman, albatta men turibman degan ma'nodagi bir ishonchni bergan. Bu albatta jurnalistlarga berilgan katta bir ishonch, katta bir imkoniyat deb qaraladi. Endi shu o'rinda bugungi kunda yurtimizda prezidentimiz tomonidan juda katta islohotlar amalga oshirilyapti va bu islohotlarni yoritish bevosita ommaviy axborot vositalari xodimlarining zimmasida. Sizningcha aynan mana shu islohotlarni yoritishda jurnalistning roli qanday bo'lishi kerak? U qo'llab-quvvatlovchi bo'lishi kerakmi yoki tanqidchi bo'lishi kerakmi? Jurnalistda o'rtadagi o'zini maqsadi bor, o'zini pozitsiyasi bor. U qo'llab-quvvatlovchi ham emas, u bir tomonga og'ib ketadigan bir nima emasda, kuch ham emasda. Uni qo'lida qalam turibdi. Bu xuddi qilichga o'xshagan bir qayralgan. Birinchi o'rinda u vatan manfaatlariga xizmat qilish kerak. Vatan manfaatlariga xizmat qilish kerak. U har bitta nafasida adolat va haqiqatga xizmat qilish kerak. Jurnalistman degani bu juda katta mansab va nima emas. Xalqning xizmatkori. Xalqning xizmatkori bo'lganligi uchun muhtaram prezidentimiz ishonyapti. Shu xalqning xizmatkori bo'lib, elni ichiga kirib, elni dardini tushunib, elni muammolarini olib chiqa olsa, o'shani qo'llab-quvvatlayaptilar. Elni muammosini olib chiqish uchun elni ichiga borish kerakmi? O'sha elda nima bo'lyapti, muammo bo'lyapti. Qayerda adolatsizlik bo'lyapti? Buni bilish uchun o'sha davr bilan va o'sha odamlar bilan birga nafas olish kerak. Bir jurnalistning haqqi yo'q. Bir lahza ham o'zini shaxsiy bir nimasi uchun nafas olishga. U xalq bilan birga nafas olish kerak va xalqni xuddi shunday sevish kerak. Sevilsa, o'shandagina xalq unga yuragini ochadi, unga dardini ochadi. O'shandagina uni yonidagilar, mana bu adolatsiz, mana adolat mana bu tomonda deb xalq adolatli odamni ko'rsatadi, unga yondashadi. Xalq ko'rib turibdi. Uni aldab bo'lmaydi, uni yashirib bo'lmaydi. Adolat shunaqangi, haqiqat shunaqangi bir narsaki, uni etak bilan yopib bo'lmaydigan oydek. U agar kunduzi ko'rinmasa, kechasi ko'rinadi. Uni kimdir baribir aytadi va o'sha adolatli gapni aytadigan jurnalist bo'lish kerak. Jurnalist bo'lish kerak. Buni nihoyatda madaniyatli ifodalash kerak. Madaniyatli, oliy axloq bilan yondashish kerak. Vijdon qo'ng'iroqlarini uyg'otish kerak. U uchun avvalambor uni o'zi uyg'oq bo'lish kerakmi? O'zi uyg'oq bo'lish kerakmi? O'zi ko'zi to'q bo'lish kerakmi?
o'zi shukronali bo'lishi kerakmi va o'zi mana shu vatanni hammadan ko'p yaxshi ko'rish kerakmi? Albatta kerak. Mana shu vatanni himoyasi uchun, mana shu vatanni manfaatlari uchun xizmat qilayotgan har bir oddiy mehnatkashni, katta bir ziyolini yonida uni yana ham haligi qahramonligini ko'rsatadigan, uni ochib beradigan jurnalist bo'lishi kerak. Ba'zan jurnalistlar bo'ladi, berayotgan savoli o'sha qahramonni yopib tashlaydi. Ba'zi bir jurnalistlar bo'ladi, qahramonni ochadi yuragini. Hatto o'sha qahramon shunaqangi, men shunaqa ekanman deb o'zi bilmagan qirralarini biladi va yana yangi yutuqlar sari ilhomlanadi. Bizning vazifamiz shu. Olg'a intiltirish, uyg'otish, o'ziga bo'lgan va o'zini mehnatiga bo'lgan hurmatini oshirish. Bir joyga borganda jurnalist bir nimani, odamni yoki bir o'sha muammosini o'rganayotgan muhitni, hududni xonavayron qilib, xafa qilib kelish kerak emas. Motivatsiya berish kerak unga. Motivatsiya berib, odamda ishlash kayfiyatini, yashashga bo'lgan rag'batini orttirish kerak. Intilishga, yangilikka bo'lgan rag'batini orttirish kerak. Bu uchun kim bo'lish kerak? Albatta ruhshunos bo'lish kerak. Bizga ham shunaqa topshiriqlar bo'lganda ba'zan borib mana shu o'rganib keling, haqiqatan nima, uni ishdan olib tashlash kerakmikan? Borib o'rganib kelib, 10 kun o'rganasizmi? 1 oy o'rganasizmi? O'rganib keling, shuni ishdan olib tashlash kerakmikan degan holatlar bo'lganda, aslida borib ko'rsangiz, o'z mehnatiga haligi chumolida yondashib yotgan odam, yaxshilarni, haqiqatni nima qilib, himoya qilib, o'zidan kechib ishlab yotgan odamni hali ustidan mazg'ava to'kilayotgan bo'lgan ko'rganman-da. Umuman hech narsaga qo'li ishdan soviydi-ku. Keyin borib, bu nimasi bu? Haqiqatda bir ayol kishi o'zini unutib ishlab yotgan ayol kishiga bunaqangi yondashish kerak emas-da. Borib ruhan ko'tarib, o'sha yerda obro'sini oshirib, xalqni fikrini hokimlariga aytib, o'sha ishga tiklab kelgan kunlarimiz bo'lganda va o'shanda o'zimiz ham xursand bo'lganmiz. Mana shu jurnalist ishi. Bu jurnalist ishi. Bu jurnalist ishi nima? O'sha qora ter bilan hattoki o'zini sochini pechoskasiga ham qaramay, uyidan ham ortib kecha-yu kunduz ishlab yotgan bir odamni ishga tiklash. O'sha ishdan olish jarayonlarida ishtirok etganmiz. Keyin umr bo'yi eslaysizda, umr bo'yi xursand bo'lasiz. Muhtaram prezidentimiz nima uchun nimalarni, jurnalistlarni hurmatini joyiga qo'yyapti? Bugungi kunda jurnalistlar muhtaram prezidentimiz hurmat qilgan odamlarni yoniga borganligi. Mana O'zbekiston qahramoni Lola Murodova o'tib ketdilar. Davlatimizda hamma mukofotlarni oldilar. Meni do'stim, dugonam o'sha nimasiga, o'sha Shepon ofisi deyman, Shepon ofisiga qancha borganman. U mendan ilhomlangan, men undan ilhomlangan. Hali ham men undan, uni xotirasidan ilhomlanaman. Shunday odam, shunday ayolni taniganimdan, do'sti bo'lganimdan, u bilan birga shu nimani soyasida, tutdi soyasida birga choy ichganimdan, u bilan birga haligi hasharotlar bosib ketganda g'o'zalarni birga yig'laganimdan, u bilasizmi qanaqa ilhomlanardi? Prezidentimizni nazarida turganidan kuch olardi, qudrat olardi. 24 soat unga kamlik qilar edi. Mana shu muhtaram yurtboshimizni hurmati, unga bo'lgan e'tibori, Lola opam deb aytishini o'zi unga kecha-yu kunduz uxlamasdan, dam olmasdan ishlash uchun qudrat beradi. Biz o'sha nimalarni ko'rganmiz, yozganman-da, bu qanday bir go'zal bir holatki, masalan, yozgan sari qalaming to'xtamay yozasan-da bu nimani, bu holatlarni-da va yozganingdan uni o'qigan yosh fermerlar, yoshlar, uni huzuriga boradiganlar yana ham shunday yaxshi odam bo'lishi kerakligini, unga o'xshagan bo'lishi kerakligini, oddiy bo'lishi kerakligini, o'sha durrachalargacha men nima qilib yozganman. Bir haqiqatda shunday durrachasini yechgan vaqtda shovullab qum to'kilgan, sochlari uzun edi, dala malikasini.
o'sha holatlarni jurnalist bir qandaydir mehr bilan kuzatish kerakmikin, bir qandaydir boshqacha bir men uni yozayotganim, Lola Murodovani yozayotganim butun o'zbek xalqini yozadi. O'zbek xalqi ayollarini, o'zbekni farishtalarini, u dalalarda lolalar juda ko'p. Uni yozish bilan birga o'zbekni go'zal ayolini, o'zbekni malikasini, o'zbekni halolini, o'zbekni shu bitta mehnatkashini, bitta nonini ham qanaqangi muqaddas shirin nonini ham qanaqangi halollab yeb, yo qo'l ostidagi shuni 50 dan ortiq odamni oilasini boqib, o'zini bolasidek ko'rib, mana shu hayotidan, oddiy oq durracha o'rab yurgan hayotidan mamnun ekanligini yozish va buni o'qigan har bir nima inson o'shanday go'zal hayot kechirishni istashi meni masalan o'zimni yozganimdan o'sha o'zimni qoniqqanim hisoblanadi. Shu o'rinda hozir aytdingiz, mana o'sha bitta Lola Murodova. Bu ayol haqida yozdingiz va bu birgina ayol butun o'zbek ayolini timsoliga aylandi. Chunki bugun yurtimizda ayollarga berilayotgan imkoniyatlar, ularga berilayotgan ishonch, bularni hammasini bitta Lola Murodovani bir faoliyati misolida ko'rib, havas qilsak arziydi. Shu o'rinda yana bir vaziyat bor, ba'zan islohot va uni amaliy natijasi o'rtasida tafovut bo'ladi. Aytiladi, mana shunday qilinadi deydi, lekin uni natijasi aytilgandek bo'lmaydi. Bermoqchi bo'lgan savolim, jurnalist bunday vaziyatda qanday pozitsiyada turgani ma'qul? Amalga oshirishi uchun xizmat qilish kerak jurnalist o'sha yerda. O'sha islohotni aytilgandek, masalan, qaror chiqdimi, farmon chiqdimi, uni ijrosini tekshirib, o'sha ijrosini ta'minlanishi qay darajada boryapti? Ijro ta'minlanishiga kim xalaqit beryapti? Kim uni noto'g'ri tushundi, yengil tushundi? Va asosiy bitta nimani bilib olish kerak, asosiy reja kimning qo'lida? O'sha qarorni ijrosini ta'minlash uchun asosiy reja kimning qo'lida? O'shani bilib olish kerak jurnalist. Shunda talabni to'g'ri qo'yadi. U borib haligi nimani qarorni ijrosini ta'minlaydigan asosiy rejagini emas, bu yoqda unga qo'shilib hamkorlik qiladigan odamlarni faoliyatini emas, umuman boshda turgan rejak bilan avvalambor tanishish kerak. U narsani tanib olish uchun o'sha qarorni yaxshi o'zi o'rganish kerak-ku. U qaror nima uchun chiqdi? Behudaga chiqmadi. Xo'p, u qay darajada, qaysi tezlikda, qaysi muddatda ijrosini yakun topish kerak? Uni va nima uchun aslida bu qaror nima uchun chiqdi? Buni nihoyatda chuqur bilib olish, o'rganib olish kerak jurnalist. O'shandagina uni ijrosini ta'minlash bilan birgalikda islohotlarning, ortga qaytmas islohotlarning nimasini, ijrosini, harakatini ta'minlagan bo'ladi. Jurnalist qiladigan ishi shu. Borib o'rtada ko'prik u, o'rtada bog'lovchi u. Yetkazuvchi u. Uni nimasi ham haligi vazifasi ham, uni mas'uliyati ham juda og'ir. U eslatib turish kerak. Juda haqiqatda ba'zan deymiz, ba'zi qarorlarni ijrosini ta'minlamasi boshqa bitta qarorga o'tib ketyapmiz deydi-da, yo'q. Unaqa emas. U ana qarorni yakunlamasi, ijrosini ta'minlamasi, siz bu qarorga o'tishga haqqingiz yo'q. Uni isbotlab berish kerak. Nima uchun? Bu qarorgadan hali ijrosi ta'minlanmasi, siz boshqa bitta narsaga qarab ketayotganingiz. Ba'zan shu holatlarni ko'ryapmiz-da. Ijrosi ta'minlanmasi yo'lda qolyapti, boshqa muammoga qarab ketishyapti. Bu yerda ham jurnalistning o'zining pozitsiyasi bo'lishi kerak, o'shani ajrata bilish kerak. Va aynan jurnalist mana shu islohotlarni to'laqonli amalga oshishida o'zini bilimi, tajribasi bilan albatta natijaga erishishga olib boradi. Shunaqa tushundim javobingizni. Endi savolim, bugun jamoatchilik nazorati va jurnalistika degan tushuncha bor va bu ikki tushuncha qanchalik uyg'unlashdi? Bilasizmi, hozirgi kunda jamoatchilik nazorati bilan jurnalistika uyg'unlashdi. To'laqonli uyg'unlashdi. Endi shu bu harakatda davom etyapti. Nimani ko'rasiz? Bilasizmi, biz ilgari hokimlarni oldiga hamma ham kelavermasdi. Tanimaganga.
hattoki bitta kolxoz raisini tanimagan paytlari bo'lganda xalq. Mayli juda uzoqqa nima qilmaylik, yaqin nimalarda ham mana shu uncha o'sha rahbar bilan xalq bilan mana hukumatning orasida katta bir devor bor edi. Muhtaram prezidentimiz o'sha devorni olib tashladi. Hattoki shunday bo'lyaptiki, hokimlar endi xalqning ichiga boryapti. Hattoki hokim o'sha xalq qanaqa sharoitda yotgan bo'lsa, o'sha yerga borib, ko'cha borib o'sha yerda yot deyapti. O'sha nimani hokimlar qilyapti, amalga oshiryapti hokimlar. Mana bitta misol keltiraman, Chilonzor tumani hokimini ba'zan nimani uncha tanimaydigan nimalarni ham oddiy odamlarni shu Chilonzor tumani hokim borib tanib, siz mana shu sizku. Sizni mana muammongizni biz hal qilyapmiz deb aytayapti-da. Mana bitta misol olib qaraydigan yoki Toshkent viloyati hokimini har qanday nimadagi kasb egalarini xuddi o'zini nimasidek yaqinidek taniyapti, o'sha muammoga yechimni beryapti. Ilgarilari xalq hokimni tanimas edi, hokim xalqni tanimas edi. Uzoq edi. Yoki bitta nimani olib qaraydigan bo'lsak, masalan, men jamoatchilik kengashining a'zosiman, Mudofaa vazirligining jamoatchilik kengashining a'zosiman. Bilasizmi Sevdoxon? Biz jamoatchilik kengashining a'zolari bir ona sifatida ham bemalol borib, soldatlarni, askarlarni oshxonasini bemalol ko'rib, u nima yeyapti, nima kiyapti, qanaqa yotoqxonada yotyapti, uni bo'sh vaqtlarda qanday kitoblar o'qiyapti, uni poligonlarda hattoki qanday harakat qilyapti, o'qish jarayonlari qanaqa bo'ldi. Oddiy bir ona sifatida, buvi sifatida borib tekshirib aralashishi mumkin. Oddiy bitta askarning onasi ham borib bolasini qanday ovqat yeyapti, qanday o'qiyapti, qanday sharoitda, bu bemalol eshiklar ochiqda hozir. Ilgari unaqa emas edi. Ilgarilari katta haligi temir nimalar qo'yilgan edi. Ustunlar, to'siqlar qo'yilgan edi. Men o'sha bundan bir bemalol aytishim mumkin, hali yangi jurnalistikada boshlaganimda bir harbiy qismga bordimda. Harbiy qismga borganimda bilasizmi? Qurtlagan karamni o'sha yerda ko'rganman-da. Men hozir Respublika ma'naviyat ma'rifat markazi targ'ibotchisi sifatida, ma'rifat targ'ibotchilar jamiyatining a'zosi sifatida bemalol borib nimalar bilan, askarlar bilan choy ichishim mumkin. Askarlardan men so'rayman, bolam qonlaring to'yyaptimi desam, voy enajon, axir bu ikki xil salat, ikki xil ovqat, bizni shuncha sharbatlar ba'zan bizani uyimizda bo'lmaydi bu sharoit deyapti. Askar o'zini bemalol aytyapti. Biz bemalol askarlarni oldiga oshxonasiga boryapmiz, omborxonasini tekshiryapmiz, ishonasizmi? Tibbiyot xonalarini tekshiryapmiz. Men bemalol Chirchiqdagi aviatsiyaligi eskadriliyasiga borib, uchuvchi yigitlar bilan salomlashyapman. Men jurnalist sifatida, targ'ibotchi sifatida menga eshiklar ochiq, yo'llar ochiq, bemalol o'rganyapman. Chunki nimaga? Chunki ularni bekitadigan narsasi yo'q. Hammasi shaffof. Bemalol darslariga kirib, kursantlar bilan men dars tinglayapman. Ular o'rganyapti. Ular prezidentimizni asarlarini o'rganyapti. Ular Amir Temurni o'rganyapti. Ular Manguberdini o'rganyapti. Yuragiga shunaqangi vatanparvarlikni joy etyaptiki, ko'zingdan yosh chiqadi ularni aytayotgan gaplarinda. Mana vatanparvarlar qayerda vatanparvarlikni tarbiyalovchi odamlar bo'ladigan bo'lsa, muassasalar bo'ladigan bo'lsa, vatanni manfaatini, vatanni kelajagini va yoshlarning qalbiga vatanparvarlik ruhini singdiriladigan joylar bo'lsa, jurnalist uchun eshiklar ochiq. Borsin o'sha joylarga, ko'rsin. Jurnalist bo'layotgan taraqqiyotni, ortga qaytmas islohotlarni qanchalik jadal ketayotganligi, qanchalik shaffof ketayotganligini aytish uchun juda katta ovoz bu hozir. Unga juda katta minbar berib, chiqsin o'sha minbarga. Aytsin bugun O'zbekistonni qanchalik mana shu islohotlarida dadil qadam bilan ketayotganligini, g'ururlansin. Men o'sha nimada eskadriliyada samolyotlarimiz, harbiy samolyotlarimiz, o'zbek yigitlari, qora ko'zlarimiz, bog'day ranglarimiz shunday kelib tushib, bilasizmi, katta bir tantanada uni ko'rgan odam faqat shukrona aytadi. Uni yozish kerak. O'sha keyingi 2025-yilda mukofot olgan Bu kunlarni she'r qil shoirim degan publisistik asarimda men ularni yozganman.
o'sha samo najot qushlari degan maqolamda yozganman, essemda yozganman. Unda shu dehqonlarimizga hozir qanchalik imkoniyatlar berilganiga, pillachilarimizga qanchalik imkoniyatlar berilganligini yozganman. Temir yo'lchilarimizga qanchalik. Men u nimada asarda, publisistik asarda, mana shu jurnalistik qarashlarimda maktab o'quvchilarini, bog'cha tarbiyachilarini tarbiyalangan jajjigina jujuqlarimizdan tortib o'sha hokimlarimiz, vazirlarimiz, generallarimiz hozirgi kunda qanday fikrlayapti, ularni fikri qanaqa, shularni hammasi haqida to'xtalganman. Shu uchun ham haligi oson yozilsa kerak edi. Katta bir ruh bilan, katta bir quvonch bilan muhtaram prezidentimiz shunaqangi bir kiritdilar so'zlar, jumlalar: Samarqand ruhi, Toshkent ruhi, dunyo yoshlarini tinchlik sari harakati BMTning 80-yubiley sessiyasida qarang, bir ovozdan qabul qilinishi bu a'zo mamlakatlarni yo'lboshchilar tomonidan, yetakchilar tomonidan. Bularni axir yozish kerak, bularni xalqqa yetkazish kerak. Bu islohotlar qanday bo'lyapti? O'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Bular tinimsiz haligi asablar, yemirilayotgan, sinayotgan, temirdek sinayotgan asablar, uyg'oqliklar, haligi nima edi, xalqaro nimalarda, uchrashuvlarda muhtaram prezidentimizni favqulodda, hattoki ajdar bilan til topishga to'g'ri keladi. Va muhtaram prezidentimiz shu ishni qilyaptilar. Ajdarlar hozir hattoki O'zbekiston bilan hamkorlik qilishga, O'zbekiston bilan qo'lni qo'lga berishga tayyor. Bu nafaslarni his etish kerak. Bu bilan birga nafas olish kerak. Bu nimani, shukuhni, bu ruhiy qudratni xalqqa yetkazish kerak. Bu jurnalistning vazifasi. Lekin hozir aytgan fikrlaringiz hammasi chiroyli fikrlarda. Hammani shunaqa yozgisi keladi. Hammani shunaqa bir islohotlarni xalqqa yetkazgisi keladi. Lekin xalqimiz orasida jurnalistni tanqidiy maqolalari, tanqidiy materiallari ko'proq ommalashadi. Nimaga shunaqa? Bizani yaxshi gaplarni yozish kerak, yaxshi gaplarni aytish kerak. Lekin nimagadir jurnalist deganda ko'pchilik shu tanqidiy bir nigohni kutadi. Nimaga shunaqa? Bilasizmi, siz shuni o'ylaysiz, haligi yaxshi narsa yozilganini ham xalqimiz yuragiga chuqur olib qolar ekan. Men hozir tanqidiy narsalarni ko'p o'qiydi deganingizga ham qaytaman, bunga ham qaytaman. Mana shu Samoga sochilgan yulduzlar publisistik asarimda marhum paxtakorchilar haqida yozganni yig'lab yozganman. Bilasizmi? Futbolchilarni deyarli 90 o'sha 79-yilda Samoda halok bo'lgan portlash aviahalokatda halok bo'lgan yigitlarni onalari, turmush o'rtoqlari, farzandlari, bu yoqda qolgan ustozlari bilan, murabbiylari bilan gaplashish uchun borgan paytimda endi deyarli bir 70% o'zimni mablag'imga hech qanday haligi komandirovishni safar xarajatlarisiz borib, shu o'zini Allohning o'zi yo'l ochgan. Borib suhbatlashib, o'sha o'zimni maqsadimga qo'yilgan maqsadni uddalaganman. Endi agar shov-shuvli materiallar deyapsiz-da, hozir ko'proq tanqidli materiallar xalq ko'p o'qiydi. Ko'zini oldiga shu jurnalist albatta u tanqidiy fikrlash kerak degan qarashlar. Tanqidiy fikrlaydiganlarni, lekin islohotlarni olib borilayotgan islohotlarni, bo'layotgan o'zgarishlarni yozish ham vazifamizda. Albatta, yo'q. Mana shu nimada endi kimni qanday jarayonga qanday yondashishi hamda maqsad nima, shuni olib chiqishmi? O'sha islohotlarni ijrosini ta'minlashmi? Uni ta'minlashda katta shov-shuv qilib nima qilish ham shart emas. Mashhur bo'lish ham shart emas. To'g'ri, ba'zan bitta nimani aytadi, bir fikrni aytadi, o'sha vaqtda birdan hamma "O" deb shov-shuv bo'lib ketadi. Bir 10 kun shov-shuv bo'lib ketadi, keyin aytiladi. O'rtoqlar, bu bunaqa emas ekan, aslida bu bunaqa bo'lgan ekan. Shu uchun bu masala shunaqa bo'lgan ekan degandan keyin yana hamma tushadi. Bu bunaqa ekan, bunaqa bo'lgan ekan-ku debda. Shov-shuv agar shov-shuv bo'ladigan bo'lsa, shovqin bo'ladigan bo'lsa, tagida zamirida bir mustahkam bir narsa bo'lgan bo'lsa, birdan qanday tez yomg'ir, tez yoqqan bo'lsa, xuddi shunday tinadi. Shov-shuv ko'tarish bilan
masalani tanqidiy tahlil qilish bu boshqa narsa. Bugun shov-shuv ko'tarish urushga kirdi. Hozir endi shovqin qilish, nima qilish, bemalol endi qo'shtirnoq ichidagi haligi nimalar o'zicha ko'ryapsiz-ku, ba'zan qarab turib hayfing keladigan gaplarni ham gapirib yuborishyapti-da. Umuman nafaqat jurnalist, bir iboli hayoli, axloqli, oilali, kimlardir ustozi bo'lgan odam gapirishda o'sha davrada gapirilmaydigan gaplarni ham men blogerman, men jurnalistman deb gapirib yuboryapti-da. Nima haqqi bor? Nima haqqi bor buni beadabchilik qilishga? Nima haqqi bor jurnalistika degan nimani lo'qalatishga yoki uni tempini nimasi plankasini tushirishga nima haqqi bor? U odobli bo'lish kerak. Har qanday harakat axloqqa xizmat qilish kerak. Me'yor bo'lish kerak. Me'yor bo'lish kerak. Aytadi-ku, muhabbat nimadir? Muhabbat toza axloqdir. Bu nima jurnalistik shon shuhrati ham birinchi o'rinda toza axloq turadi. Toza axloq bilan har qanday nimani ko'rgan rahbarlarni men o'sha juda katta mansabli rahbarlarni ham ko'rganmanki, nihoyatda axloq bilan gaplashganini. Mashhurlarning hammasi bilan men gaplashganman. Menga shu baxtni berdi jurnalistik nimasi, faoliyatim. O'zbekistondagi mashhurlarni hammasi bilan gaplashganman. U jahon kubogini olib kelgan shaxmatchi bo'ladimi? U Allohga ming qatla shukr, estradani nimasi bo'lgan, yulduzi bo'lgan Botir Zokirovlar bilan gaplashganmiz biz. Shunaqa nasib qilgan. Va ulardan men nima olganman? Yuksak axloq olganman. Yuksak axloqiga qarab, odamgarchiligiga qarab o'sha narsani targ'ib qilganmiz. Yozganlarimizni o'sha narsalarni yozganmizda. U qanaydir shov-shuv, tanqidiy, bilib bilmasdan, o'rtalab chiqadigan hali yakuniga yetmagan narsani aytib, ayblab, birovni bir bechora ko'rsatib, aslida u nimada haligi chiqqandan haligi bir qiz chiqibdi, voy uyim yonib ketdi, onam bilan ko'chada qoldik, yordam beringlar degani birdan hammasi pul ko'tarib chopib, uni pulga ko'mib tashlab, oradan nima o'tmasi, hafta o'tmasi u mana men mashina oldim, hammaga rahmat, mana shunday yashash kerak, mana shunday bo'lish kerak, mana men nimam tufayli, men tadbirkorligim tufayli mana shunday mashinaga ega bo'ldim, deyapti. Buni ham haligi olib chiqqan, u yonib ketibdi, kuyib ketibdi degan nimalar oxirigacha o'rganish kerak bu narsani. Birdan baho berib pul o'tkazib yorib, nima qilgandan keyin ohvoh qilib yurgandan ko'ra hozir bilasizmi Sevdoxon, mana shunaqa blogerlar ko'payib ketdi. Aynan mana shu joyda bitta savol bersam-da, ijtimoiy tarmoqlar jurnalistni zaiflashtiradimi? Kuchli jurnalist bo'lsa zaiflashmaydi. Nima qanday joyda zaiflashda obro'sini tushirishi xizmat qilib qo'yganini ham ko'rdik-da. Kuchli bitta jurnalist juda berilib ketyapti, hamma narsani o'qiyapti, u munosabat bildiryapti shu yerda, haligi u aralashishi kerak bo'lmagan mayda bir narsaga, chirkin narsaga ham aralashib qoldi-da, fikr berib oldi o'sha yerda. Fikr berib olgandan keyin birdan muxlislari qaytadi. Hali sen shunaqamisan? Sen hali shunaqangi suhbatlar bilan ham o'ralashib yuribsanmi? Sendan bu narsani kutyapmiz-ku biz. Sen hali shunaqa davralarda, shunaqa suhbatlarda ham o'ralashib yuribsanmi deydi. Obro'sini tushirib qo'yish mumkin. Shu uchun jurnalist hamisha yuqori planka bilan xalqni eng nozik, xalqni qiynab turgan muammolar bilan band bo'lish kerak. U mayda-chuyda o'tkinchi g'iybatlar, hali bitta guruh bo'ladi o'zi. Shovqin-suron qilib, o'shandan layk yig'moqchimi bir. U narsalardan jurnalist juda yuqori va baland turishi kerak bo'lgan inson. Uni jurnalist degan nomi bor. O'sha har qanday maydonda jurnalist o'zini pozitsiyasi bilan turib bilish kerak. Juda baland pozitsiyada, juda yuqori plankada turish kerak. Va o'sha pozitsiyada baho berish kerak, o'sha pozitsiyada so'z aytish kerak. Islohotlar sizningcha nimadan boshlanadi? Qonundanmi yoki insonni ongidanmi? Turmush tarzidanmi? Insonni turmush tarzidan. Va o'sha islohotlarimiz qonuniy kuch olayotganligidan juda ham bir-biriga bog'liq. Inson agar o'zini o'zgartirmas ekan, inson o'zini nazorat qilmas ekan, o'zini isloh qilmas ekan, o'zini qiynamas ekan,
o'zini bedor kechirmas ekan, o'zini mana shu islohotlarga daxldor ekanligidan his etib o'shanday harakat qilmas ekan, islohotlarni tatbiq etilishi, ijrosi ta'minlanishi juda qiyin kechadi. Biz nimaga erishyapmiz? Biz mana shu O'zbekiston erishayotgan yutuqlarga nima uchun bugun butun dunyo, avvalambor Markaziy Osiyo havas qilyapti? Biz birlashishimiz va bizni ichimizda uyg'oq odamlar, muhtaram prezidentimizni atrofida xuddi bir kamarbasta bo'lib, bu ortga qaytmas islohotlarni o'zining vijdon amri deya bajarayotgan insonlar evaziga mana shu taraqqiyotga erishyapmiz. Bu ezgu go'zal evrilishlar bardavom bo'lsin. Bizni birlashishimiz, bir-birimizni himoya qilishimiz, bir-birimizni asrashimiz mana shu ona vatan oldida xuddi bir sochlari oqargan nuroniy onamiz, qo'llari ajin bosgan nuroniy onamiz oldida qanday qarzdor bo'lsak, xuddi shunday uni nimasida cho'ktizib yig'lay olishimiz, undan kechirim so'rashimiz, unga o'z vaqtida yordam qilishimiz, uni oldidagi qarzimizni his etishimiz bizni mana shu islohotlarni ta'minlanishi, bu go'zal kelajakni birga yaratishimizga albatta katta bir kuch, qudrat bo'ladi. Demak, ongdan turmush tarzdan boshlanadi. Albatta. Bugun maydon yana ham kengaydi. Bugun oldin barmoq bilan sanarli edi so'z aytuvchilar, axborot beruvchilar, informatsiya tashuvchilar barmoq bilan sanarli edi. Bugun hammani qo'lida telefon bor va hamma bemalol mana shu smartfonlar orqali o'zining axborotini taqdim etyapti-da. Bu qaysidir ma'noda yaxshi. Hammada so'z erkinligi bor. Hammada bir o'zini fikrini, o'zini qarashlarini mustaqil taqdim etish imkoni bor. Va bunga hech qanday chegaralar yo'q, cheklovlar yo'q. Lekin me'yorlar ham bo'lishi kerak nazarimda. Cheklovlar haqida emas, me'yorlar haqida aytyapman. Me'yorlar nazarimda kerak. Siz nima deysiz bu fikrga? Mana shu o'sha me'yorlarni qanday belgilab bersa bo'ladi ustozlar masalan? Bilasizmi? Hamma narsani maromi bo'lishi kerak. Me'yori bo'lishi kerak va chegarasi bo'lishi kerak. Cheklov emas. Cheklov emas. Ba'zan o'sha me'yorni ko'rsatib turish kerak. Bizning tajribali ustozlarimizni vazifasi ham shu. Agar u narsani yoshlar tezda anglamasa, yana qaytarish kerak. Biz o'sha nimani me'yorda ko'rsatib turishda charchamasligimiz kerak, ortga qaytmasligimiz kerak. Me'yor haddini bilish, bu insonni go'zal sifatlaridan bittasi. Haddingni bil deyishda biz aytishimiz kerak. Mana masalan hamma nimalar ochildi deylik-da, hamma yo'llar ochildi. Yoshlarni juda ham ko'p taqdirlanishlar bo'lyapti-da. Muhtaram prezidentimiz tomonidan biron bir lahza yo'qki, biron bir nima yo'qki, ularga e'tibor qaratilmayotgan bo'lsa, ularga mehr ko'rsatilmayotgan bo'lsa, har jihatda bu juda katta mehr, juda katta e'tibor, juda katta g'amxo'rlik. Lekin shu g'amxo'rlikni bosib o'tmaslik kerak-da yoshlar ham. Bu erkinlikni, bu demokratiyani yanchib o'tish kerak emas. Suiiste'mol qilishga haqqi yo'q. Suiiste'mol qilishga haqqi yo'q-da. Uni kim aytish kerak? Uni biz aytishimiz kerak. Uni haddingni bil deyish kerak. Aytadi-ku Rumi, bu dunyoda men bildim deb yashadim va oxir alal oqibat bildimki, haddimni bildim. Inson haddini bilish kerak. Insonda me'yor bo'lish kerak. Katta maydonga chiqyapsanmi? Or nomus bo'lish kerak. Har bitta gapni, har bitta so'zni orqasida insonning ma'naviy bir ko'rinishi turadi. So'z insonni kim ekanligini ko'rsatadi. Insonni qalbini ko'rsatadi. Insonni ajdodlarini aytamiz-ku, haligi zodi zurriyodini qaysi nimadan chiqib kelyapti u? Qaysi tarbiya o'chog'idan chiqib kelyapti? Biz aytamizki, voy, mana bu nimalar, mana yosh maktabga kelib shunaqa nima qilibdi. U uyida shunaqangi tarbiya ko'rib kelyapti-ku. U o'sha joy, o'sha o'rmondan chiqib kelyapti-ku. U oilada shunaqa so'zlar aytiladi. O'sha ustozga nisbatan haqoratlar ishlatiladi. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Qush uyasidan biz qushlarga uyada nimani ko'rsatyapmiz degan savol turadi-da. Bir shunaqa maqolam yozdim-ku, biz nima qushlar nimani ko'ryapti uyada?
shu o'sha tomonlarga bir nima tomon deb bir e'tibor qilmasa ham bo'ladi degan tomon emasda bu. Jurnalist uchun har bitta nima hayotda tatbiq etilayotgan o'sha keyin ommaga aytayotgan o'sha internet tarmoqlarida ko'rsatiladigan har bitta narsa jurnalistni nimasida pozitsiyasida turish kerak, nazoratda turish kerak va uni masalan behayo bir qiliq bilan aytyaptimi kimdir, shu bilan o'ziga ochko yig'moqchi, nima yig'moqchimi, uni ham o'rni bor. Unga ham haddingni bil deb aytish uchun o'rin bor. To'g'ri. Va o'sha nimani aytish uchun jurnalist o'zida haqli bo'lish kerak. Haqli bo'lish kerak va qaysi darajada aytish kerak, qachon aytish kerak. Buni ham bilish kerak-da. Qachon aytish kerak? Shunday gaplar borki, katta ommani oldida unga dakka berib bo'lmaydi. U battar olovlanib, battar vahshiylashib ketishi mumkin. Uni chaqirib alohida gaplashish kerak. Alohida haddingni bil, oqibati shunday bo'ladi deb tushuntirib qo'ysangiz, u o'sha ishni qilmaydi. Agar ko'pchilikni oldida unga tanbih bersangiz, unga dakka bersangiz, u olovlarni boshqa qilib, boshqa o'sha dakka bergan odamni o'zini haqorat qilib, uni haligi nimasini changini chiqarib tashlash mumkin. Jurnalistning vazifasi shunaqangi, kimga qanday qilib haddini bildirishni ham bilish kerak. Ijtimoiy tarmoqlarimiz rivojlandi, televideniyamiz rivojlandi, radio rivojlandi. Lekin bosma matbuotlar, suhbatimizni boshida aytib o'tdik, bosma nashrlarimiz afsuski chalajon ahvolda. Umuman bir jurnalist sifatida, bir ayol sifatida, bir jamoatda faoli sifatida siz bugungi jamiyatga gazetani kerak deb hisoblaysiz? Juda kerak. Juda kerak. Bosma nashrlar juda kerak. Bosma nashrlar hech qachon keraksiz bo'lib qolmaydi. Biz hozirgi nimadagi ko'zga tashlanayotgan o'sha ba'zi bir axloqsiz holatlarni deymiz, ba'zan dangasalik, ishyoqmaslik, mana shu oilalardagi kelishilmovchiliklar, egoistliklar, xudbinliklar, bularni hammasini o'qimaslik, tez o'sha bosma nashrlarni o'qimaslik ham deb tushunaman men, bilasizmi? Bosma nashrlar o'qib turgan bitta gazeta, kitob o'qib turgan odamlar boshqacha edi. O shunday bo'ladi. Buni hozirgi kunda biz Yaponiyani kitob o'qish madaniyatida ko'ryapmiz. Biz Xitoyda kitob o'qish madaniyatida ko'ryapmiz. Ba'zan hali kitob o'qish bo'yicha mamlakatlar reytingi hisoblanganda, ishoning, Hindiston ham bizdan ko'p kitob o'qiyapti. Ko'p gazeta o'qiyapti. O'sha nimada Yaponiyada ham hattoki bir kunda 2 marta chiqadigan gazetalar bor. Bosma nashrlar ishlayapti. Nimaiki xalqning taraqqiyotiga, xalqning ma'naviyatiga, qadriyatiga xizmat qilsa, o'shani biz istimoldan chiqarib yuborishimiz kerak emas. Biz baribir bosma nashrlarga qaytishimiz kerak. Bosma nashrlarni tiriltirishimiz kerak. Bosma nashrlardan mablag'da ayamasligimiz kerak. Unda kim ishlaydi? Shu bir fidoyi bechora jurnalistlar ishlaydi-da. Umrini mana shunga tikadigan, umriga achinmaydigan, mayli kam oylik olar, daromadi unday nima bo'lmas, mayli uni orqasidan samolyot olmas, ko'p qavatli uy qurmas, lekin o'sha oladigan maoshiga shukr qilib ishlaydigan jurnalistlarni daromadini, shu gonorarlar bo'lardi ilgari, mana shu bosma nashrlarda ishlagandan tashqari gonorarlar bo'lardi. O'shalarni o'z vaqti nimasiga qo'ysak, o'ylaymanki, mana shu o'rchib ketayotgan ba'zi bir harakatlar, ko'zga tashlanayotgan axloqsizliklar deymizmi, nima edi, noshukrchiliklar deymizmi, o'sha axloqi har xil nimalarga qo'shilib qolayotgan ayollar deymizmi, o'zi madaniyat o'qish, gazetani o'qish, jurnalni o'qish oilada, onadan boshlanadi. Onaga ergashadi hamma. Onani qo'lida nimani ko'rsa, o'shani ushlaydi bolalar. Hammasini qaytarish kerak. Bu bosma nashrlarni hayotga qaytarish kerak. Bilmadim uni. Qanday qaytaramiz, buni vaqt ko'rsatadi. Lekin agar biz haqiqiy o'sha milliy qadriyatlarimizni asrab qolish deylik, to'g'ri raqamli targ'ibot ham kerak hozir. Nihoyatda raqamli targ'ibot avjiga chiqqan. Buni ham to'xtatib bo'lmaydi. Bu ham davom etsin. Lekin baribir bosma nashrlarga qaytishimiz kerak.
Bosma nashrlar bugun tan olish kerak, axborot manbai bo'lib xizmat qilmaydi. Chunki informatsiyalarni, axborotlarni, yangiliklarni biz Zoomda bilyapmiz. Siloxon, mana yaqinda milliy kontent yaratish uchun bir ziyolilarni davra suhbati bo'ldi. Bunda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari Otabek Abdurashidovich qatnashdi. Yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Said qatnashdilar. Yangi O'zbekiston gazetasini muharriri Salimjon qatnashdi. Bularni juda ko'p ziyolilarimiz, olimlar, akademiklar, yozuvchilar hammamiz qatnashib turdik. Mana shu yerda nima qilsak yana o'sha milliy qadriyatlarimiz asrab qolamiz. Nima qilsak vatanparvarlik ruhi yana ham kuchayadi degan bir takliflaringni beringlar degan gaplar bo'ldida. Ilgarilari qanday edi? Ilgarilari odamlar ko'p gazeta o'qish bilan birgalikda bosma nashrlar hozir to'g'ri aytdingiz, faqat axborot almashadigan manbar emas. Bosma nashrlar tarbiyalar edi. Har bitta gazeta o'zini alohida she'riyat sahifasi bo'lar edi. Biz o'sha she'rlarni o'qir edik, yodlar edik. Hozir maktablarda she'r umuman yodlanmayapti. She'r bilmaydi, darslik o'tilyapti, ana internetdan axborotni olyapti. She'r axir yodlash kerak. O'zbekiston haqida she'r, qani bizning vatan bayrog'imiz haqida she'rlar, qani umuman yodlash, she'r yodlash yo'q. Mana shu milliy qadriyatlarimizni asrab qolish, vatanparvarlik ruhi bo'lishi uchun yana nima bir xursand bo'lib gapirdilar o'sha yig'ilishda Otabek Abdurashidovich. Katta bir yig'ilish bo'lyapti, hamma gapirdi, lekin 3 ta shoirimiz she'r o'qidi, butun muhit o'zgardi deyapti. Meni bitta nimam, iltimosim ham o'sha she'r qayerda o'qiladi? She'r bosma nashrlarda. O'sha biz ko'p kitob o'qiyotgan, gazeta o'qiyotgan paytlarimizda bosma nashrlarning qaysi turi bo'lsa, albatta bir sahifa she'r beradi. O qishloq xo'jalik gazetasi bo'lsa ham she'r berar edi. Bilasizmi? Qishloq hayoti gazetasi bir sahifa she'r berdi. Toshkent oqshomi gazetasini shanba sahifasi to'liq shoirlarga bag'ishlangan edi. Hozir qaysi gazeta? Jadid beryapti, Hurriyat beryapti, Mustaqil gazeta, Ishonchda uni sahifa berilmasa ham beryapti Ishonch va mana shunaqangi bir sanoqli nimalar beryapti. Jurnallarimizdan mana Tafakkur beryapti, nima beryapti? Ularni tiraji juda kam, Sharq yulduzi beryapti, tiraji juda kam. Lekin bosma nashrlardan biz birgalikda she'rlar o'qir edik. Faqat axborot almashadigan makon deb tushunmaslik kerak bosmani. Bosma nashrlar bu millatni tarbiyalaydigan katta bir o'choq, katta bir akademiya bu. O'sha millatni tarbiyalashga xizmat qilishini ham hisobga olib, buni tiklash kerak. Bosma nashrlarni tiklash kerak. Ularda hikoyalar chiqardi, ularda novellalar chiqardi, ularda sochma nimalar, fikrlar chiqardi. Olimlarni Fan va turmush gazeta jurnalimizda olimlarni tinimsiz yangiliklarni berib borilardi. Bu axborot emas-ku. Bu katta bir tarbiya, katta ma'rifat o'chog'i-ku, minbari-ku gazeta va jurnallar. Bu internetda kimni o'qiyapti? Ko'ryapti, 5 minutda o'chib, uni o'rniga boshqa chiqyapti. 3 minutda nimani o'rganadi? To'g'ri axborot oladi, lekin tarbiyani ola olmayapti-ku undan. Mana shu tanazzulga olib borayotgan narsa shu-ku bizda. Faqat tarbiya emas, faqat g'iybat emas. Axir biz tarbiya berishimiz kerak. Axloqni tuzatishimiz kerak. Vatanparvarlik ruhini ekishimiz kerak. Yoshlarning qalbiga nima orqali? 3 minutlik tarbiya, 3 minutlik narsa bilan emas. Biz ommaviy bosma nashrlar bilan yo'lga qo'yishimiz kerak. Meni shu haligi jig'ibiyron bo'lib gapirayotganimni ma'zur tutasiz. Meni qiynab turgan narsa ham shuda. Yana she'r yodlash nafaqat qadriyatlarni, balki o'sha vatanparvarlik ruhini uyg'otadi, insonning xotirasini mustahkamlaydi. Insonni nutqini shakllanishiga xizmat qiladi. 80-70 yoshli nimalarga she'r yodlashda, g'azal yodlashda tavsiya qilar ekan. Shu o'lgan nimalar uyg'onar ekanda, tolalar, hujayralar uyg'onar ekan. Shu uchun ham mana shu she'r yodlar kamayib ketdi. Umuman she'r yodlamay qo'yib, millat she'r yodlamay qo'ydi-da. Bilasizmi, bu tanazzulga olib keladi. Bu achchiq haqiqat, buni aytishimiz kerak.
Buni Chaqpalak aytishgan. aylanadi. Bu sinovdan ham o'tamiz. O'tamiz bu sinovdan ham, chunki qachondir urf bo'lgan, qachondir bir hozirgi til bilan aytganda trendda bo'lgan liboslar qaytadi-ku, bilasizmi? Oqqan daryo oqaveradi. Lekin men aytmoqchi bo'lganim o'sha kitobga bo'lgan, bosma nashrlarga bo'lgan, umuman o'qishga, ziyoga, ma'rifatga, ma'naviyatga bo'lgan bir chanqoqlik baribir bo'ladi odamda, har bitta davrda. Balki qaysidir bir tirikchilik yumushlariga bir berilib qolib, o'sha ma'naviy bir chanqoqlik esimizdan chiqishi mumkindir. Lekin qaysidir nuqtaga yetganda baribir biz intilamiz shu narsaga. Qo'limizga kitob olgimiz keladi, o'tirib bir tafakkur qilgimiz keladi, o'tirib bir ziyolilarning suhbatidan bahramand bo'lgimiz keladi. Bu har bitta insonning hayotida yuz beradigan hodisa. Faqat aynan o'sha davr qachon kelishi muhim. Qanday vaziyatda kelishi muhim. Keladi albatta. Nazarimda bugun siz kabi jon kuydiradiganlar, biz kabi sizlarning suhbatingizga bir intiq bo'lib yuguradiganlar bor ekan, hali ziyolilar minbarida juda ko'p suhbatlar bo'ladi. Yaxshi bir tavsiyalar, yaxshi sizdan bitta iltimos qilaman, mana shu kanalingizda to'xtovsiz shunaqa suhbatlarni olib borish kerak. To'xtovsiz. Mana hozir qancha dardimni sizga dasturxon qildim. Bu dasturxon butun millatimizni oldida ochiladi ertaga. Meni fikrimni qo'llab-quvvatlaydiganlar juda ko'p. Albatta ularni ham chaqirib, fikrlarini oling. Meni taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Sizga ham rahmat Zulfiya opa. Hali bu minbarda ko'p suhbatlashamiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Suhbatdoshimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Oltin qalam milliy mukofoti sohibasi, taniqli shoira, jurnalist Zulfiyaxonim Mo'minova bo'ldi. Hammangizga rahmat. Sizga ham rahmat. Omon bo'ling. Omon bo'ling. Omon bo'ling.